Bu ro'molimizni hijoblilarim, chiroylilarim. Bu ro'molimizni 1.20 ga 1.20. Judayam chiroyli, kattagina. Fasollarini har xil qilib o'rasangiz bo'ladi. Bular yosh tanlamaydi. Onajonlarimiz uchun, xolajonlarimiz uchun, opajonlarimiz uchun, singillarimiz uchun ranglari sochli, chiroyli, shunaqa yaltirab turgan. Shu yerda Bilol ira deyishdan to'xtamaydi. Men video olishdan to'xtamayapman. Buni ranglarini ketma-ketlikda ko'rsataman. Har doimgi qora hech qachon trenddan qolmaydi. Cho'qorangi ham rosa chiroyli turadi. Yosh tanlamaydi hijoblilarim. Eng chiroylisi bardo. Men shunaqa ham yaxshi ko'raman shu bardovoyni. Lekin bu ko'k rang o'radim. Jinsi shimla bilan, boykalar bilan bemalol kiyib, oldilarini bemalol o'rab, shunday tashab qo'ysanglar ham rosa chiroyli turadi. Bayseva kanalimizdan bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Sizlarni kutib qolamiz. Juma aksiyasiga ham ulgurib qoling. Atigi bitta dona obunachimiz uchun 3 ta ro'mol xarid qilgan. Bitta Louis Vuitton sumkamizga olibimizga yuboramiz. Janozlanib ketdim, lekin hayotda unaqa emasman. Sizlar uchun bir boshqacha obzor bo'lsin dedim-da. Hijoblilarim, sizlarni kutib qolamiz. Kanalimizga a'zo bo'ling. Shunaqa yurakchalarni bossanglar, juda ham xursand bo'lib qolardim. Sizlarni kutamiz.